o'sha gapingizni aniq qilib ketay. Menda ham hozir shunaqa narsa bo'ldi. Ana men masalan long short deb просто aytayotgandim bolalarga. Keyin so'rayapti-da bular, bizga analiz bilan tashlang. Analiz mana shunaqa ko'rsating deyapti-da. U skalpda ulgurmaysizda bu analizni ko'rsatishga. Da. 1 minutmi уже skalpda вообще ulgurmaysiz. Shuncha long shortmi bo'ldi. Ishoninglar bo'ldi, long short ochinglar deyilyapti-da bo'ldi. Masalan, coinlardan tanlab berganman-da, qanday ishlash kerak, stop loss qayerga qo'yish kerak, tepa qayerga qo'yish kerak. Mana Telegramda pol o'rgatganman-da hammasini. O'shani ko'rib, keyin savdo boshla deyapman. Ana yangi kirganlar sirazi long short nima bu o'zi, qanday deydi, tushunmayapman deydi. Bizga anaqa tekstda yozib tashlang deyapti. Ana bo'ladi, tepa 1, tepa 2, tepa 3 qilib. Da, unaqa ular o'rganib qolganda. Da, o'rganib qolgan. Просто shuncha darslik bo'lib shunaqa narsa ko'rasan, keyin mana darsga kirasan savdoga deyilyapti-da. Yo'q, menga o'sha tashlang yozib, как положено, mayli, kerak bo'lsa pulni to'layman dedi. Puling kerak emas, mana men shuncha bola ishlayapti, nima ishlamayapsan desam, biz men endi shunaqa narsa bilan kiraman-da. Vaqtim bo'lmaydi analiz qilish. Analiz so'ralmayapti sendan. Просто mana chek qil bozorda deyapman. Просто bozorga qara, nimaga short deyildi. Просто qara bo'ldi deyapti. Keyin shuncha live tushunchim boshladim streamni.